Qalqonsimon bez o'zi bu nima? Bu eng muhim endokrin bez hisoblanadi. Qalqonsimon bez traxeya, ya'ni halqumni oldingi qismida kapalak shaklida yopishgan holatda bo'ladi. Uni ikkinchi nomi shit, ya'ni qalqon deyiladi. U butun organizmimizni qalqoni, ya'ni dirijor, butun asosiy metabolizm, modda almashinuvini regulyatori hisoblanadi. Uni asosiy vazifasi asosiy metabolizmni kuchaytirish, organizmda issiqlik, temperaturniy rejimni saqlash, energiya almashinuvini nazorat qilish, yurak ritmini, asab tizimini boshqarish hisoblanadi. Keyingi roli esa o'sish, rivojlanishga ta'sir qiladi. Bolaning skeleti, mushaklarning rivojlanishi, jismoniy, jinsiy, aqliy rivojlanishi ham qalqonsimon bezga bog'liq. Bolaning tafakkuri, did farosati, aqli, idroki, kuchli xotirasi, salohiyati, barcha intellekti ham qalqonsimon bezga bog'liq bo'ladi. O'zi qalqonsimon bezda T3, T4 gormonlari sintezlanadi. Ularni sintezi uchun bizga tashqaridan yod mikroelementini qabul qilishimiz kerak. Yod mikroelementi organizmga tushgandan keyin bu oqsillar bilan bog'lanib, T3 hamda T4 gormonlari sintezlanadi. Va mana shu gormonlar butun asosiy metabolizmni boshqaradi.